Akalar Surxondaryolik akalar shunchalik ko'p go'sht yeydi desa ishonmagan edim. Aka moshinani yuvib, samoykada So'g'oy tuman qilib, tandir go'sht yeb o'tiribdi. Akalar bu moshina yuvib go'sht yeyish ham qiziq ekan lekin 50% skidkada. Boshqa joylarda So'g'oy tuman narxi 1000 so'mdan bo'ladi ekan. Misol sekundi, bizada taxminan 800 dan 700 so'm atrofida tushadi. Surxondaryo, Qashqadaryo akalarga cho'tka yangilik qilganmiz. Toshkentga kelasizlar, odam olib kelasizlarmi, Toshkentda ishlaysizlarmi, yashaysizlarmi? Samoykada Toshkent shahrida bizda So'g'oy tumanimiz bor. Tochkada agar moshina yuvib, artib turgan bo'lsangiz, xuddi hozirgi akamiz kelganda, ya'ni men xizmat ko'rsatishga kelsam, men sizga bepulga So'g'oy tuman qilib beraman. Aka, qanday So'g'oy tuman? So'g'oy tuman normalniy. Agar kelsalaring, shu aka kelib qolsa, sherda mo'yka qiladigan bo'lsalaring, tekinga ballonlaringni ham, So'g'oy tumanlaringni ham urib beradilar. Bosamiz 70-75. Tavsiya berasiz? Ha, tavsiya beraman. Aha. Bu qanaqa apparat sizlar? Akalar Pramoy So'g'oy tuman apparatlari, ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi, kliklari bo'ladi. Adashib, boshqa joyga borib, ishlamayapti ekan demanglar, sizdagi brendiga e'tibor berasizlar akalar. Ballonlari qanaqa ko'rayapti desak, mana bu qop-qora turadi. Lokatsiya qanaqa desanglar, akalar, mana bunaqa e'loni bor, Mirandi restorani yonida. Yunusobod 19, Mirandi restorani yoni, Vashingo Samomoykasi.